temir xorlarimizni sifatini tekshiramiz. Aka, uring. Qadrdonlar, mana o'tda yonmaydigan, suvda zanglamaydigan, kraskalari ko'chmaydi, o'chmaydi. Aka, taxtani chiqing ustiga. Voh, mana sinib ketadiganidan bo'ladi. Profilni ustiga chiqing. Mana qadrdonlar, sakrasangiz ham sinmaydi, bukilmaydi, zo'ridan bo'ladi qadrdonlar. Akalarimiz, andijonlik akalarimiz zo'r qilib Andijon shahriga mana shunday naves qilib berishibdi qadrdonlar. Bu akalarimiz xolasangiz nima deydi? Uyingizni tomiga, naveslarga, parkovkalarga, samoykalarga, xolodilnik, любой tomda olib chiqaverar ekan qadrdonlar. Mana shu ko'rib turgan joylaringda 1 kvadratini 160 ming so'mdan qilib berishibdi. Ya'ni juda ham baquvvat qilib berishgan. Buni ustiga konteyner pol tashlanar ekan, tevasi shifr bilan yopiladi qadrdonlar. Kimga shunaqangi tom yopish xizmati kerak bo'lsa, pastda nomer qoldirganmiz. To'liq video tajribali ustalar kanalida qadrdonlar. Bu akalarimizni mehnat haqqisi 140 mingdan boshlanib 200 ming so'mgacha. 200 ming so'mlik varianti qop-quruq yerga noldan ko'tarsa 200 ming so'mdan zo'r qilib berishaverar ekan. Xizmatlar butun O'zbekiston bo'ylab. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldirdik, aloqaga chiqaverasizlar. Sifatiga gap yo'q akalar. Mana shu ustakamiz bo'ladi.